Assalomu alaykum. Yurtimiz va xorijda bo'layotgan muhim voqealar bilan efirda xabarlar, studiyada Hurmatay Nurmatova. Avval bugungi dasturimizdan qisqacha. O'shda kuchi 5 balga yetgan zilzila sodir bo'ldi. Tabiiy ofatda vayronalar yo'q. Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasidagi bahsli hudud bo'yicha tomonlar bir fikrga keldi. Hukumatlararo komissiya 7 uchastka bo'yicha kelishdi. O'shda vafot etgan hindistonlik talabaning jasadi yurtiga jo'natiladi, biroq hindistonlik talabalarning noroziligi shu bilan to'xtamaydi. Xato qayg'u bo'ldi-da. Biz shunday qayg'u sevol bizning studentimiz. Hukumat bilim berishga alohida e'tibor qaratadi. Bu yil O'sh oblastida 64 maktab yil oxirigacha foydalanishga topshiriladi. Qishda biz to'liq kabinetda ısıtuvchi emas. Bugun ertalabki soat 8lar atrofida O'sh oblastining hududida kuchi 4,5 balga yetgan zilzila sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligi Seysmologiya institutining ma'lumotiga tayanib bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, zilzilaning kuchi O'sh oblastining Qorasuv rayoniga qarashli Tuzbel, Uch-Qaptal hududida 4,5 bal, Chaychi qishlog'ida 4 bal va O'sh shahrida 3,5 balni tashkil qilgan. Ministrlikdan qo'shimcha ma'lumotlar keyinroq berilishini aytildi. Qirg'iziston bilan O'zbekiston hukumatining komissiyalari shu haftada davlat chegarasidagi 56 qism bo'yicha pozitsiyalarni kelishdi. 8-13 noyabrda hukumatlararo chegara qismlarini demilitatsiya va demarkatsiyalash bo'yicha maxsus guruhlarning uchrashuvi bo'lib o'tdi. O'zbekistonning tashqi siyosat bo'yicha vedomствosining ma'lumotiga ko'ra, bahsli 14 chegara qismida topografiyali suratga tushirish va tekshirish ishlari O'zbekistonning Andijon, Namangan, Farg'ona oblastlari bilan Qirg'izistonning Batken, Jalolobod va O'sh oblastlarida olib borilgan. Ishchi guruh 7 bahsli hudud bo'yicha kelishib oldi. Endi 13 noyabrga nisbatan ikki tomonning pozitsiyalari to'g'ri kelgan qismlarining soni 56 ga yetdi deb aytiladi ma'lumotda. Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasi 1378 chaqirimni tashkil qiladi. Uning 320 chaqirimi aniqlangan. Shu sababli so'nggi yillar chegarada turli nizolar yuzaga kelgan. O'shda vafot etgan hindistonlik talabaning jasadi ertaga Dehliga jo'natiladi. Tobut bugun kechki soat 20:30 da Bishkekka yetkaziladi. Kechki 13 noyabrda O'sh davlat universitetida o'qigan chet ellik talabalar hindistonlik talabani jasadini yurtiga yetkazish maqsadida Hindiston elchiligiga murojaat qilishgan. Elchilik esa yordam bermayotganini bildirishgan. Shu bilan birga ular 22 yoshdagi yigitning o'limida shifokorlarni ayblashmoqda. Mazkur hindistonlik talabalarning barchasi O'sh davlat universitetining tibbiyot fakultetida bilim olishadi. Ular oliygohning bosh binosida infarktdan vafot etgan 22 yoshdagi talabani xotirlash uchun to'planishgan. Talaba 5 noyabrdan 12 noyabrgacha O'sh oblast kasalxonasining nevrologiya va jonlantirish bo'limlarida davolangan. Hozirda uning jasadini vataniga yetkazish bo'yicha murojaat yo'llangan. Voqeadan keyin O'sh davlat universiteti bilan Hindiston elchiligi jasadni yetkazish masalasini hal etishdi. U bugun Bishkek shahri orqali Deliga yuboriladi. Hindistondan kelgan talabalar kasalxona xodimlariga norozilik bildirishmoqda. Ular yigitni davolatish uchun Hindistonga yuborish qaroriga kelishgan, lekin kasalxonadan kerakli hujjatlar kechiktirilgan deyishadi. Rentgendan jiyintiklari turali qog'ozlar kerak bo'ldi, biroq vrachlar berishmay kechiktirishdi. O'shaning uchun orqalardan chiqmay qazo topdi. O'sh oblast kasalxonasining jonlantirish bo'limi aytilgan so'zlar bo'yicha izoh berishdan bosh tortdi. Ular marhum bu vaqtgacha jonlantirish bo'limida 10 kun, revmatologiyada 1 kun davolanganligini aytishdi. Kasalxona rahbari esa vaqti yo'qligini aytib, muxbirlarga ma'lumot bermadi. Bu voqeadan keyin hindistonlik talabalar davolashdan shubhalanib qolishdi. Shu sabab bugun rektor bilan bo'lgan uchrashuvda kasallikka chalinganlarni Hindistonga yuborish bo'yicha murojaat qilishdi. Endi talabalar bunday vaziyatda davolanib kelib, o'qishini davom ettirishlariga ruxsat berishi aytildi. Xato qayg'u bo'ldi-da. Biz shunday qayg'u sevol bizning studentimiz. Har bir studentning taqdiri biz uchun qimmataligi qanday bo'lmasin-chi. Otaning xavfsizligi da qimmat. Eslatib o'tsak, o'tgan yilda oliygohning hindistonlik talabasi avtohalokatdan vafot etgan. Endi ularning xavfsizligini saqlash maqsadida mutaxassislar ish rejalari asosida ish olib borishadi.
Bosh prokuratura Beliz o'lkasidan Qirg'izistonning Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasiga yuborilgan Alfa Telekom bo'yicha hujjatlarni tekshiradi. Bu bo'yicha topshiriqni Prezident Almazbek Atambayev bosh prokuror Indira Joldubayevaga topshirdi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasiga kelgan hujjatlarga ko'ra 2015-yilgacha Alfa Telekom aksiyalarining 50% sotilgan vaqtda Atamekin fraksiyasining deputatlari Umurbek Tekabayev, Almambet Shixmamatov va Aida Salyanova o'zlariga tegishli aksiyalardan tushgan daromadni bo'lib olishgan. Biroq sudning qarori bilan Megacomning qolgan 50% aksiyasi qamoqqa olingani sababli sotuv to'xtatilgan. Beliz o'lkasidan kelgan hujjatlarga ko'ra 3 deputatning har birida deyarli 8% gacha aksiyalar bo'lgan. Hozirgi vaqtda Alfa Telekom Maksim Bakiyevga tegishli bo'lib, 2010-yili ishxonaning 50% milliylashtirilgan. Janubiy hududdagi kardiologiya markazi ta'mirga muhtoj. Mazkur markazga qo'shimcha 3 qavatli bino o'tgan yili qurilgan edi. Biroq mablag' yetarli bo'lmagani sababli bugungi kungacha ta'mirlash ishlari bitmagan. Kardiologiya markaziga o'lkaning janubiy hududidagi fuqarolar murojaat qiladi. Hozirda operatsiyaga muhtoj 5000 dan 7000 gacha odam bor. Bunday vaziyatda kardiologiya markazi qanday ish olib boradi? Navbatdagi lavhada ko'rasiz. Jaloboddagi kardiologiya markazi janubiy hududiy deyilgani bilan sharoitlari qanoatlantirmaydi. Kasallikni aniqlovchi ayni geografiya tizimi kelganiga 2 yil bo'lgan bo'lsa ham joy yo'qligi sabab ishlatilmagan. 2 yil avval milliylashtirilgan bino hukumatga o'tkazib berilgan. Lekin uning uchun birinchi qavatini ta'mirlash kerak. To'liq sharoit yaratish uchun esa 104 millionga yaqin mablag' sarflanadi. Ekrandu, rengendurlar o'tpey turgan atayin barit qumdari qo'shiladi. Oşularga karajat көп ketedi eкен. Анан ошо аппарат койгон өзүнө өзгөчө детальдар керек. Бул баягы Кыргызстанда өтө сейрек аппараттар, мамлекет тарабынан булар ошо 3-чү аппарат коюлуп атат. Ayni geografiya tizimi ishga tushirilsa, yurakning infarkt kasalligini oldini olishga sharoit yaratiladi. Sababi uning yordamida qon tomirlarining qay birida qon o'tmay qolganligini aniq ko'rish mumkin deyshadi mutaxassislar. Hozirda kasalxonada mazkur apparatga bo'lgan muhtojlik yuqori. Abduqapir To'xtanazarov yurak kasalligiga chalinganligiga 3 yil bo'lgan. Shifokorlar uni O'shdagi ayni geografiya apparatiga tushib kelishni aytishgan, lekin bemorning unga imkoni bo'lmagan. Yo'q deganda yo'l kerak, nimaga qayoqqa borib jataman, qayerni bilmayman da, O'shdan da. Anan o'zim o'rqchal bo'lsam, qanday jaqim bo'lsa yaxshi-da. Kelib o'tib olatiman men. Bu vaqtgacha tegishli ministerlik tomonidan ajratilgan mablag' masalani hal etishga yetmagan. Mahalliy hukumat tomonidan hozirda 1,5 million so'm mablag' ajratilgan. Undan tashqari kardiologiya jamoati tashabbusi bilan marafon o'tkazilgan. Hozirda undan 1,5 million so'mga yaqin mablag' to'plangan. Сол инфарктка жеткизбеш үчүн биз жүрөк ооруларынын 80-90%-ын баарын ошол аппаратка салсак, биз инфарктка жеткирбейт болчук. Janubiy hudud yurak qon tomir xirurgiya ilmiy markazining bir tomonini ta'mirlash uchun 4,5 million so'm mablag' sarflanadi. Ikkinchi tomoni foydalanishga topshirilsa, bemorlar uchun xonalar va jonlantirish bo'limi ochiladi. Hozirda qolgan mablag'ni topish choralari ko'rilmoqda. Kelasi oydan qurilish ishlari boshlanib, kelgusi yilda foydalanishga berilishi rejalashtirilgan binoda bu vaqtgacha yurakka 600 dan ortiq operatsiya amalga oshirilgan. Bugungi kunda esa operatsiyaga muhtoj 7000 ga yaqin bemor bor ekanligi aytilmoqda. O'sh oblastida avariya holatidagi maktablarning soni 100 dan ortgan. Ularni ta'mirlash va yangilash ishlariga davlat g'aznasidan 1 milliard so'm mablag' ajratilgan. Bugungi kungacha 64 maktab qurilib, ayrimlari foydalanishga topshirildi. Ularning qatorida O'zgan rayonida 3 maktab ochildi. Kelasi yili O'sh oblastida 40 ta'lim maskani qurilishi kutilmoqda. Mavzuni batafsil muxbirimiz hikoya qiladi. Qurshoq qishloq hududidagi Leli nomidagi o'rta maktab 1000 o'ringa loyihalashtirilgan. O'qitish ishlari rus, ingliz va qirg'iz tilida olib borilganligi uchun oblastning turli hududlaridan kelgan 2000 ga yaqin o'quvchi bilim olardi. Shu sabab xonalar yetishmovchiligi yuzaga kelib, o'qitish ishlari 3 smena bilan olib borilgan. Biroq o'quvchi ko'p bo'lganidan байланыштуу эжекейлер, агайлар бизден толук окуучулардан сурай албай калчу. Жана кышында биз толук кабинеттер ысычу эмес, көп убакта окуучулар үшүп калчу. Биздин эски мектеп болсо, кабинет жетпейт эле, 4төн, 3төн отурат элек. Место жетпегенине байланыштуу спорт залыбыздагы аварийный состоянияда болчу.
Shu bilan birga maktabning sport zali ham xavfli vaziyatda bo'lib, o'tgan yilda ro'yxatga olingan zilzilada avariya holatiga kelgan. Shu sabab yog'ingarchilik vaqtida jismoniy tarbiya darsi o'tilmagan. Undan tashqari maktab ichini isitish tizimlari to'liq bo'lmaganligi uchun o'quvchilar sovuq xonalarda bilim olishar edi. Bizde bala öte köp bolğonduğu üçün 3 smenada okuğanğa to'g'ri kelişi. Ertemenen saat 8:00'da başlaganımızda dağı geçki 5:45'te akırkı sabahımız öte geç bolup ketişili. Masalani hal etish maqsadida maktab rahbariyati hukumat vakillariga murojaat qilishib, natijada zamonaviy yangi maktab binosiga ega bo'lishdi. Bino 270 o'ringa loyihalashtirilib, umumiy smeta narxi 55 million so'mni tashkil qildi. Qurilish ishlari Davlat qurilish agentligi tomonidan amalga oshirilib, 6 oy ichida foydalanishga topshirildi. Ochilish marosimiga birinchi vitse-premyer-ministr Muhammad Qalay Abulg'aziyev, hukumatning o'shabosidagi vakili Talaybek Saribashev boshchilik qilgan hukumat vakillari ishtirok etishdi. 100'ga yaqin obyekti bitirtib o'tamiz. Mana o'tganda Jog'org'i Kengashdagi жаңы hökumatning quramini qo'llab bekitib жатқанда o'shol жерде de aytildi. 20'dan aşığı sentyabr ayında topshirildi. Hozir biz 64 obyektini dag'i topshiramiz. Yılın ayağına çeyin degen biz. O'shol 64 obyektinin 3'ü bugün uşul o'zgon yerinde bo'ladi. Buni men de sizlarga qutluklayman. Barcha sharoitlari bor yangi maktabda yuqori sinf o'quvchilarigina bilim olishadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari esa eski binoda ta'lim olishadi. Sababi yangi maktab 270 o'ringa loyihalashtirilib, barcha o'quvchi sig'maydi. Lekin eski binoning xonalari talablarga loyihalashtirilib, yangi maktabning issiqlik tizimlari orqali isitiladi. Shu kuni rayon bo'yicha yana Qo'roq qishlog'i hududidagi Rispayev va Qizil-Oktyabr qishlog'ida To'lonov nomidagi o'rta maktablarning ochilishi bo'ldi. Davlat bo'yicha esa bu yil so'ngigacha 64 maktab foydalanishga topshiriladi. Qurilish ishlari hali yakunlanmagan 30 maktab esa kelgusi yilda bitkazilishi rejalashtirilgan. Mazkur qurilish uchun davlat xazinasidan jami 1 milliard so'm mablag' ajratilgan. Bu yil Issiqko'lda qovun tarvuz pishdi. Loyiha tomchilab sug'orish orqali amalga oshirilib, hosil mo'l bo'ldi. Shundan keyin Bo'zbulun qishlog'ining yashovchilari xo'jalik maktabini tashkil qilib, kelasi yili ko'paytirishni rejalashtirishmoqda. Qo'shimcha issiqxona ochib, unga qishda poluz ekinlarni ekib, mahalliy aholini ish bilan ta'minlash maqsadlari bor. Bu haqda navbatdagi lavhada. Alman sorti Kripson. Yerdan foydalanish sirini Bekbulod Qadirmanov yaxshi biladi. Erta bahorda turli meva-sabzavotlarni yetishtirib, qishga tayyorgarlik ko'rgan. Quvonчлisi tarvuz qovunlarini birinchi marotaba ekib, hosilni farzandlari bilan birga baham ko'rishgan. U bunda tomchilatib sug'orish tizimidan foydalanib maqsadiga yetgan. Hozirda karamlari erta yoqqan qor ostida qolib, hosilni olishga ulgurmay qolgan. 1,5 sotka yerga kapusτα sekkenmiz. 3 sortun sevilgan. Brokoli, цветной, anile bizning местный ранний sortlar. Жемиши былтыркыга салыштырмалуу быйыл жемиши жакшы. Bo'zbulun qishlog'i yashovchilari bugungi kungacha 3 kilometr oraliqdan ichimlik suvini olib kelishar edi. Yaxshi tashabbus va birdamlik bu muammoni 3 yil avval hal qilishga sharoit yaratdi. Hozirda fermer xo'jaligi 56 sotiq yerga bog' yaratib, kelgusi yilda meva olishdan umid qilishmoqda. Ko'p yillik archa qarag'aylar esa yer qatlamini saqlash uchun ekilgan. Arbuz menen qovun aydab ko'rdik. Arbuzumuz sentyabrın ayağında bıştı qadimkidey. Biroq razmeri, kölömü janagı bazardagıday çoң bolboso dagı kichikirek boldu. No içi qıpqızıl bolup damı qadimkidey bıştı. Damın osti degende emdik jыл oylatamiz, bir soldu polnoscha aydab ko'rsakpi. Hozirda fermer xo'jaligidan jami 12 xodim xizmat qilmoqda. Oldinda tomchilatib sug'orishni ko'paytirib, issiqxonani qurish yo'lga qo'yilgan. Uning poydevori qurilib, kelgusi yilda ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Unda yashovchilar uchun kerakli va qish mavsumi uchun meva-sabzavotlar ekilib, daromad ham ko'payishdan umid qilishmoqda. Sug'arganning negizinde mush yerga salatli listlerdi o'stirsek degan oyimiz bor. Keyingi 2017-yillarda teplitsamiz bitadi o'shanda. Endi bu yerga qishning kuni, endi огородыбызга кичинекей участкабызга жайдын күнү болсо, bu teplitsaga уже kuzdan boshlab o'shanday o'simliklarni o'stiramiz. Tomchilatib sug'orish yer qatlamini saqlashda yordam beradi. Sababi ko'p hajmda kelgan suv tuproqni oqizib, ekinning tomirini ochib qo'yadi. Unda ekin to'laqonli oziqlanmay qurishi dehqonga chiqim olib kelishi mumkin. Enkeyishni qaray aydaymiz-da, yerlarda, aydoo yerlarini. Anan жыл сайын эле ошол bir өсүмдүктү дан өсүмдүгү болобу, ошону эге беребиз да. Мурда которуштуруп
2 жылдан өсүмдүгүн эксең, 3-жылы баягы чөп өсүмдүгү, көп жылдык чөп өсүп барса, мына ушуларды эгип, которуштуруп эгиш керек да, аны сактап калыш үчүн. Shu sabab yerdan to'g'ri foydalanishni o'rganish zamon talabi. Sababi vaqt o'tgan sayin yer qatlami buzilib, biologik jonivorlar ozayib bormoqda. Zaharli moddalar esa bunda o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Jalolobod elektr ishxonasiga aholining debitor qarzi 17% ga qisqardi. Bu yil boshida 132,6 million so'mni tashkil qilgan bo'lsa, hozirgi kunda debitor qarz 110,3 million so'm. O'tgan 2015-yil oblast bo'yicha 652 elektr hisoblagich o'rnatilgan bo'lsa, joriy yilda bu ko'rsatkich 3000 ga yaqinlashdi. Bugungi kunda sinov asosida bu ishlarni Suzoq, Bozorqo'rg'on, Noken rayonlarida va Jalolobod shahrida olib borilmoqda. Elektr energiyasini sotishda yo'qotishlarni kamaytirish maqsadida yil boshidan buyon 12.164 dona elektr hisoblagich elektron elektr hisoblagichlarga almashtirilib, uydan tashqariga o'rnatildi. Жаңы трансформатор қою бойынша 110% атқарып тұрабыз. Реконструкция линияларды, ауа чуалғыларын реконструкция бойынша 100% атқарып, андан тышқары 35 киловатт шкафтар Терексай деген бізде eski линиябыз бар. Аны быйыл өзүбүздүн эсебибизден чоң линияны быйыл 2 километр өзүбүз реконструкция жасадык. O'lkada kuzgi chaqiruvdagi harbiylarning qasamyod qilish marosimi davom etmoqda. Bugun mazkur tadbir Jalolobod shahrida o'tib, harbiylar vatan uchun xizmat qilamiz deb qasamyod qilishdi. Bugun o'lkada yana qanday voqealar yuz berdi? Navbatdagi rubrikada ko'rasiz. Jalolobod shahridagi Milliy gvardiyaning nomer 704-harbiy qismida yosh askarlar harbiy qasamyod qilish marosimi o'tdi. Unda askarlarning ota-onalari, yaqinlari va harbiy komissariyatning vakillari ishtirok etishdi. Mazkur qismda jami 72 harbiy qasamyod qildi. Askarlarning 36 nafari oliygohni tamomlaganlar. Mazkur harbiy qism komandiri Sardarbek Baqiyev askarlarni vatanni sevishga, harbiy xizmatni chil bilan bajarishga chaqirdi. Oliy ma'lumot egasi bo'lib xizmat o'tashga yo'l olganlarning soni ko'p ekanligi aytildi. Askerlik ustatın talapların, komandirlerin, başlılardın buyruqlarını atqaruğa ant berem. Бүгүнкү күндө биздин улуттук гвардиянын 704 аскер бөлүгүндө 74 жаш жоокер аскердик антка келтирилди. Айта кете турган нерсе, жылдагы келген жоокерлерден айырмаланып, мунусунда ошол 74 жаш жоокердин 36сы биздин аскердик бөлүккө жогорку билимдүү жоокерлер кызмат өтөө үчүн келип жатат. Rus hukumatining og'ir siyosati davrida bosmachi deb atab kelingan insonlarning suratlaridan tashkil topgan fotoko'rgazma bugun O'sh davlat universitetida bo'lib o'tdi. Unda repressiya vaqtidagi bir necha hujjatlar va 80 rasm qo'yilgan. Uning maqsadi tarixda noto'g'ri siyosat oqibatida bosmachi degan nom bilan otilgan buyuk insonlar haqida ma'lumot berish. Shu bilan birga arxivda saqlangan hujjatlar yordamida kishilarning chinakam yuzini obyektiv ochish bo'lib hisoblanadi. Ko'rgazmaga qo'yilgan rasmlar va hujjatlar Rossiyaning Orenburg shahar va Qirg'izistonning Ichki ishlar ministrligining arxividan olingan. Негизги максат Qirg'iz tarixining aqtay baraqtарын мүмкүнчүлүктүн болушунча толтуруп, аны коомчулукка жеткирүү болуп эсептелинет. Бул жерде 3-4 бөлүмдөн турат. Фото көргөзмө биринчисинен советтик тарыхнамада басмачылар деген ат менен белгилүү болгон лидерлердин сүрөттөрү коюлган. Экинчи бөлүктө жер суу реформасы, коллективдештирүү мезгилиндеги кулакка тартылган байманаттардын, молдолордун, ири соодагерлердин сүрөттөрү коюлган. Rossiyada terrorizm va ekstremizmda gumonlanib qo'lga olingan 10 kishini Rossiya xavfsizlik xizmati Qirg'izistonning maxsus xizmati yordami bilan qo'lga olganini RIA Novosti agentligi yozib chiqdi. Shuningdek, Tojikiston kuch organlari ham jalb qilingan. 12 noyabrda qo'lga olinganlarning ko'pi Markaziy Osiyodan borganlar. Ular Islom davlati radikal guruhining a'zolari ekanligi va Moskva, Peterburg shaharlarida terakt uyushtirishga harakat qilayotganini tan olishdi. Kuch organlari tarqatgan lavhada tojikistonlik yigit qirg'izistonlik tanishi bilan Moskvada portlashni amalga oshirishga harakat qilish rejasini aytgan.
Iroqning jangarilar qurshovga olgan Mosul va boshqa shaharlarni ozod qilish operatsiyasi 1 oydan ortiq vaqtdan beri davom etmoqda. Terrorchilardan bo'shatilgan shaharlardan biri Hammam el Alilda bugungi kunda tinch aholi qolgan. Ularga jangarilar hududdan chiqib ketgandan keyin birinchi marta gumanitar yordam yetkazildi. Iroqning Hammam el Alil shahri yashovchilari moddiy yordam olishdi. Ushbu yashovchilar bir oz avval shaharni hukumat kuchlari jangarilardan qutqarib qolgandan so'ng kelishgan. Mosulga yaqin joylashgan shahar bir necha vaqtdan beri Islom davlatining kuzatuvida turgan. Ayni damda yashovchilarga oziq-ovqatlar va boshqa yeguliklarni federal politsiyasi olib kelib tarqatmoqda. Кайрымдуу адамдар бизге тамак-аш, азык-түлүктөрдү алып келип беришти. Бизде кырдаал өтө начар, ачарчылык башталган болчу. Күнүмдүк тиричиликке керектелген азыктарды таратып жатабыз. Мөмө жемиштер, айтор баары бар. Shaharni qutqarish vaqtida Iroqning kuch tizimlari shahar hududidan 100 dan ortiq shaxsning jonsiz tanasini topishgan. Ular hujumchilar tomonidan o'ldirilgan. Undan tashqari hujum boshlanganda Tel Afar shahridan jonli qalqon uchun foydalanishga 1600 ga yaqin kishini tutqunga olib kelgan. Shu bilan birga 150 ga yaqin oilani Mosul tomonga olib ketishgan. Ayni damda Hammam el Alil shahrida urushda vayron bo'lgan imoratlar qolgan. Ta'kidlab o'tsak, Mosulni qutqarish operatsiyasi yaqin 2 oydan beri davom etib kelmoqda. Unga 100 minglagan ixtiyorchilar va harbiylar qatnashmoqda. Ushbu qurolli kuchlarga AQShning kuch tizimlari yordam ko'rsatmoqda. Xitoy yashovchilari va o'lka hududidagi mehmonlar uchun o'zgacha ochilish. Savdo markazlarining biriga samolyot o'rnatilib, u restoran qatori xaridorlarga xizmat qila boshladi. Ularning taomlari ham samolyotdagi biznes klassning taomlari. Xaridorlar yo'lovchi taloni bilan bu yerda tanovul qilsa bo'ladi. Samolyotdagi ayniqsa tushlik taomi asosan birinchi toifada uchgan yo'lovchilarga tortiq etiladi. Ammo bunday lazzatni yashovchilar samolyotga chipta olishdan avval ham totib ko'rishlari mumkin. Ushbu avialayner uchmaydi. Bu shunchaki biznes klassdagi lazzatlar bilan mehmonlarni kutib olishdir. Restoran Xitoyning Uxyan shahrida sentyabr oyida ochilgan. Ushbu juftlik nikoh marosimini o'tkazmoqda. Ularga fransuz va rus oshxonasining taomlari tortiq etildi. Негизинен учакты транспорт катары колдонот элек, бирок мында тамактануу абдан кызыктуу экен. Аябай бактылуубуз. Той күнүбүз эсте каларлык болуп жатат. Балким кийинки жылда келербиз. Баары сонун экен. Boeing 737 samolyoti savdo kompleksining ichiga joylashgan. Kelgan xaridorlar ro'yxatga olinuvchi bo'limdan yo'lovchilik talonini olib, so'ng taomlarga buyurtma bera oladi. Samolyotga odatdagidek talonlarni tekshirib, ruxsat berishadi. Ro'yxatdan o'tgandan so'ng xaridorlarni bort xodimi kuzatib qo'yadi. Samolyot restorani 80 nafar odamga moslashtirilgan. Tushlik qilish uchun bir odam uchun o'rtacha $50-60 sarflanadi. Restoranni ishga tushirgan mahalliy tadbirkor. Restoran uchun ishlatgan samolyot Indoneziyalik aviakompaniyadan muddati tugagandan so'ng sotib olgan. Uni Xitoyga olib kelib savdo markaziga joylashtirish uchun $5 million sarflagan. Bugun Intimaq muxbirlar tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Tuningiz osida o'tsin. Xayr, omon bo'ling.